Ertaman kechqurun soatida qarasa qo'ydi, yaxshi o'zgaradi. Shu yoqqa boraman. Daromadi. Daromad misol sredni bitta qo'yim 2 milliondan tashadi. Mana paradan mana shu katta qozonda pishiramiz. Bunga mana 75 kilo bug'doy solamiz. Suvini quyamiz, bir kun uyutib qo'yamiz. Bir kun uyib tursa yaxshida bo'ladi, effekti bo'ladi. Pishirmasdan bir kun uyutib qo'yasiz buni. Ha, pishishi osonroq bo'ladi-da. Qah po'choqmi? Yeleng'oq po'choq. Bu nech pulga oldingiz buni? Buni 1400 so'mdan oldim. Kilasini ham? Kilas. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanali obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, betida like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Ortiqali tog'amizning xonadonlaridamiz. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'ylar qachondan beri boqilyapti, olishda qanaqasida olish kerak, yemda qanaqasidan berish kerak. Shu haqida ma'lumotlarni tog'amiz o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa betida like bosib, chiroyli qilib fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 23-dekabr. Bo'lmasa tog'amizdan sekin-sekin ma'lumotlarni olaveramiz. Bu yog'ida tog'amizning o'zlari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Tuzumsiz. Rahmat. Yaxshi yetib oldingizmi? Ha, endi bugungi syomkamizda qo'y boqish sirlari. Shunga bilgan ma'lumotingizni sekin-sekin birma-bir berib boraverasiz biz obunachilarga. Xudo xolasa bilganimizcha aytaveramiz Faxriddin. Oldin nima yemdan boshlaylikmi yo nima qilaylikmi? Birinchi bo'lmasa yemidan boshlasak, mana Faxriddin mana shu katta qozonda pishiramiz. Bunga mana 75 kilo bug'doy solamiz. Suvini quyamiz, bir kun uyutib qo'yamiz. Bir kun uyib tursa yaxshida bo'ladi, effekti bo'ladi. Pishirmasdan bir kun uyutib qo'yasiz buni. Ha, pishishi osonroq bo'ladi-da. Bir kun uyutib qo'yiladi. Bir kun uyutib qo'yiladi buni. 75 kilo bug'doy solinadi. 150 kilo, 160 kilo bo'ladi mana shu. 150 kilo, 160 kilo atrofida bo'ladi. Atrofida bo'ladi, pishsa. Pishgandan keyin. Ha, pishgandan keyin baqa olamizda mana menga. Bunda arpa aralashtiramiz, kevak, mana aralashtirib mashinaga tayyor qilib qo'yamiz. Pishgandan keyin. Bu har bitta qo'yga qanchadan to'g'ri keladi? Kulli rasxoti. Kulli rasxot hech hisoblaganmisiz? 4000 atrofiga boradi. 4000 atrofida boradi. Shunday bu kepak, pishirilgan bug'doy, adashmasam quruq arpa. Ha, quruq arpa. Arpani endi qanday foydali tarafi bor bu qo'ylarga? Endi arpa baribir qo'yda yemiyor baribir. Qanday qilib turadi-da, o'zini o'zi alik turadi. Bug'doyni o'zi bo'lsa kuniga tiyib qoladi. Aralashtirib berib tursangiz, aralashtirib berilsa, ichkarida hozir ichkarida anaqa ham bor. Bularni sog'indan keyin 6 kilo ertaman beriladi-da, endi eklagancha ustiga yeleng'at po'chog'ini ham solib beriladi-da. Ha, uni ham ko'rsatib o'tib Ha, uni ham hozir kirgan, o'sha ichkariga kirganda ko'rasiz. Bu yerda tarozilar ham bor ekan. Ha, tortib beriladi, amalak. Ertaman ham kechqurun ham kahporini tortib beraman. 6 kilo ertaman, kechqurun 6 kilo bitta qo'raga, 8 ta qo'yga. 8 ta qo'yga 6 kilodan. 12 kilo yeydi-da, kechqurun, ertaman kechqurun bo'lib 12 kilo yeydi hozir. Endi sovuq tushganlar hisobiga sal yemini kuchaytirdi-da qo'ylardi. Endi sovuqda o'ziga olishi ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi-da, endi effekti yaxshi bo'ladi endi. Har bitta qo'yga 4000 so'mdan to'g'ri keladi. Kunlik rasxoti pishgandan keyin mana shunday holatda, lekin tog'oralarni ham zo'r qilib moslab qo'yib qo'yilgan ekan bu yerga. Ha, endi bug'doyni kilosini nech pulda olyapsiz hozir kunda? 3700 so'm oldim. Oxiri 3700 so'm. Ha, hozir kunda olingan turgan yaqinda 3700 so'mdan oldim. Oldin 3000 dan olib qo'ygandim o'zi 2 tonna. 2 tonnani yeb bo'ldi. Endi hozir kecha avval kuni olib keldim-da. 3700 so'm bug'doy narxi ko'tarildi deb endi. Buni endi pishirish qiyin emasmi? Bu qozonimiz nechta litrli bu? Bu yarim chekak hali bu. Buni tagi ana undaqilib o'zini tezagi bor. O'zini go'ngidan. Ha, ana ko'chirib qo'yganmiz. Uni egalatda turibdi. Mana bu yoqqa ko'chirib olib qo'yilgan ekan. Ha, ana ko'chirib olib qo'ydik. Ana shu sekin quriydi. Demak, bug'doyni o'zini pishirib berib, hali qo'ylariga boqyap turganlarga mana shunday uyutib qo'yishni tavsiya qilaverasiz. Ham pish yaxshi bo'ladi. Bir kun uyusa rosmon ali bo'ladi-da, bo'shab oladi-da, keyin pishirganingizda ko'payadi. Kimdirlar mana shunday quyadi-da, tagiga o't yoqib, qaynatib berishaveradi. Ancha qaynatish kerak-da. Bundachi? Bunda hozir bir marta qaynasa bo'ldi o'zi.
pishadi, o'zi bir marta qaynagani aytdi. Hali shish oladi, tayyor bo'lib oladi. Shunda mana shu qozonimizda bitta pishirib olganingiz necha kunga yetadi? 4 mahalga yetadi-da, kechqurun yetdan bo'lganda 4 mahalga yetadi. 4 mahalga yetadi. Ha. Gap yo'q lekin akalar pishirib berishni xotirjam tavsiya qilaveramiz. Lekin buni pishirib bersangiz qo'ylaringizda o'tkazib bermaydimi? Yo'q, o'tkazmaydi. Ko'pchilik go'ngiga o'tkazib beryapti Yo'q, men deydi. uni tekshirib ko'rdim. Har bitta qo'lidan 2 donadan go'ng olib, shu Instagramda chiqqanida, o'shani men ham qiziqishga har bitta qo'lidan 2 tadan go'ng oldim. 5 ta qo'lidan 10 ta go'ngni olib borib turib, shunday yorib ko'rsam, bittasida ozgina ko'rindi xolos. 9 tasi chiqqan yo'q. Demak, 90%, 95% o'ziga olaveradi. 95% oladi. 5% olmagan taqdirda ham 95% olyapti. Sizni tajribangiz bo'yicha o'tkazib bermaydi? Yo'q, men ko'zim bilan ko'rdim deyapman. Men ham Instagramda ko'rib, o'sha o'tkazib beryapti deganni ko'rdim-da, keyin aytaylik, aydan baydan qilib turib, har bitta qo'lidan 2 tadan go'ng oldim-da, tekshirib ko'rdim. Tekshirib ko'rsam, o'sha 5% bor-da, misol. 95% yo'q. Demak, pishirib berishni xotirjam siz maslahat beraverasiz. Ha, Yangi pishirib boquvchilarga. Pishirib bergani yaxshi, baribir. Ko'pchilar qo'y boqmagan odam bilmaydi-da, shunga qanaqa bersam bo'ladi, shunga. Yo'q, o'sha pishirib bersa, birinchi tomondan ko'payadi, ikkinchi tomondan qo'y bo'g'mas ekan. O'sha tomoni ham yaxshi ekan. Ha, qo'y bo'kish ham bo'lmaydi. Quruq bo'lsa, ustida yana suv turadi, oldida suvni ichib olyapti. Qo'y bo'kib qolyapti. Buni qancha bersangiz ham bo'g'mas ekan. O'zi siz qachondan beri pishirib berasiz? Men endi hozir oktyabrda boshladim-da, 2 oy unaqa qilib turdim-da, 4 oy bo'ldi qo'ylarni olganimga. 2 oy sekin kevakdan dag'lab, chicha berib keldim-da. 2 oy bo'ldi mana boshladim. 2 oydan beri pishirib berish boshlanyapti. Mana qo'ylarimizni oldingisini ko'rasiz. Oldingi holatini, hozirgi holatini mana o'zingiz ham ko'ring. Voy jonivorlar, oldin kelganda bunday holatda emas edi. Endi shu o'rinda yana bitta savol, balon bilan taxtani nimaga ilib qo'yilgan buni ichiga? Shu mana ko'ryapsizmi mana? Ko'pchilik shuni kommentariyaga yozishyapti, nimaga ilib qo'yilgan? Suzishmaydi. Suzaman desa orqadan tiyatda o'zini o'zi hali nima qiladi? Himoya qiladi. Suzishmaydi bular. Suzishmaydi, o'sha bir-biriga endi qo'chqarlik hisobiga bular irg'iydi. Irg'iganiga o'sha xalaqit beradi-da. Tog'a o'zi necha yildan beri qo'y boqib kelasiz? Endi 1 yil bo'ldi boqishni boshlaganimga-yu. Bir marta chiqardim. Boqib chiqardim, yaxshi zakonni effekt berdi. O'sha oldin boqqanlaringizda oyiga qanchadan tashladi? Daromadi. Daromad misol sredni bitta qo'yim 2 milliondan tashadi. Necha oyda? 5 oyda. 5 oyda 2 milliondan rasxodlaringizdan tashqari, hamma narsa tashqari sof foyda. Sof foydasi. Ha. Shunda 5 oyga bo'lib olishaveradi 2 millionda. 2 millionda. Bu realni sizni tajribangizda o'tgan. Men o'zimda mana shu yerda boqdim. Mana misol kelgan unga qiziqib misol o'tkazibman. 25 ta boqdim. Bu sefer mana 45 ta boqyapman. Hozir bu yerda 45 ta boqilyapti. Ha, 45 ta boqilyapti. Bularda endi qanchada oladingiz? Bu 4 oy bo'libdi bularni kelganiga. Bular 2 million 800 mingdan olganman. 2 million 800 ming so'mdan o'sha qo'zi sezonda olingan ekan-da bular. Ha, qo'zi sezonda olganman. Qo'zi yetdi emas. Hozir ham qo'zi hali shakka o'tgan yo'q. Endi yaqinlashyapti. Endi yaqinlashyapti ekan, lekin qo'ylar oldingi holatidan ancha o'zgarib, o'sibda. Ha, o'sib, birinchi syomka qilganimizda kichkina edi qo'ylar. Kichkina edi. Mana buni yemni ham ko'rsatib qo'ysangiz, mana shunda misol eklaganchadan 6 kilo ustiga solib qo'yiladi. Bu yeryong'oq po'choqmi? Yeryong'oq po'choq. Bu nech bo'ldi oldingiz buni? Buni 1400 so'mdan oldim. Kilasini? Kilasi 1400 so'mdan. Bash katta qopda olsa 40 ming so'm. Katta qopda. Ha, to'lata, mana shu to'lasi 40 ming so'mdan olib keldim. 40 ming so'mdan. Gap yo'q. Xo'p, endi qo'yxonamiz to'g'risida ham qisqacha ma'lumot berib ketsangiz. Necha metrga qurilgan bu? Endi hozir bundaqasi 12 metr. 12 metr. Mana bu burchakdan narigi burchakgacha. Endi uni endi yo'lagi ham bor. Ha, yo'lagi 1 metr yo'lagi ham bor ekan. Ha. Endi hozir bundaqasi misol 3,5 metrga, bundaqasi 3 metrda. 3,5 metrga 3 metr. Shu yerda 8 ta qo'y turibdi. 8 ta qo'y turadi. Lekin xotirjam yana qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi o'zi asli. Asli qo'shsa ham bo'ladi. Asli shundan 2 tani olib tashlash kerak. 6 ta tursa yana ham zo'r bo'ladi. 6 ta tursa yana ham rivojlanish tezlashadi. O'sish yaxshi bo'laveradi. O'zgarish yaxshi bo'ladi-da. Oz bo'lsa o'zgarish yaxshi bo'laveradi. Bu yerda endi hammasi qo'chqormi yo sovlig'i ham bormi? Yo'q, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi o'sha bitta guruhga kelgan. Bular bu qo'ramizga ham balon bilan taxtani ilib qo'yilibdi. Har bitta qo'rada bor ekan bular o'zi. Ha, hammasida bor mana.
Mana o'rtacha 5 oyda 2 million so'm daromad har bitta qo'ydan. Siz oldin boqqanlaringizdan tajriba bo'lib sinovdan o'tgan, a? Ha, o'tdi-da o'sha oldingidan. Endi hozir buni ham misol haligisini yozib boryapman. Buni ham endi oxiri itogasi chiqadi-da. Kelganda tortmadingizmi bu qo'ylarni? Yo'q, men qo'ylar tortmayman. Tortsangiz haligi odam daq bo'ladi-da, undan mana shu o'zi Bittasi o'zgardi, bittasi o'zgarmadi. Ha, shunday holatiga ko'rib bo'lsangiz o'zi bunday ko'raman. Bittasi yomon bo'lib, katta bo'lib o'sib ketadigan bo'lsa, mana hozir ko'rsatasiz, kattalarni baq olib qo'yaman. Hali katta bo'lgandan keyin sho'xlik qilib-da, ular suzadi yashrog'ini. Ha. Yemni bermay qo'yadi. Ularga surib, Demak, ichida yaxshi o'zgarganini ajratib qo'ylar ekan, qolganlar bir xilda o'sha yemda yuradi. o'shanda yuradi-da, bir-birini surolmaydi-da. Hali katta bo'lib ketgan surib olib qo'yadi-da baribir. Katta odam bilan kichik odam farqi bor-ku. Ha, birinchi nechtadan boshlagansiz? Endi hozirgi kunda 45 taga yetdi. Birinchi ikkita boqdim. Ikkitadan ikkita yaxshi foyda qildi. Undan keyin shat 25 ta qildim. Ikkitadan 25 taga ko'tarildi. Sirasi ko'tardim 25 ta. 25 tani sotdim. Boqdim 25 ta vobshe zo'r baraka qildi. Undan keyin mana 45 ta qildim. Bundan keyin yanada kengaytirish niyat bor, ko'paytirish, a? Xudo xolasa bashlarda endi chiqarib olsam bir 70 ta qilish maqsad. Pul bor, boshlanmay turgan akalarimiz, tog'alarimizga nima maslahat berasiz? Endi hozir hayvon olgan odam bari baraka qiladi. Hayvonni olish kerak-da, boqish kerak buni. Qimmat demasa kerak-da, qimmat deb haligi voy mana qimmat ekan, buni og'im kelmayapti. Arzon bo'lsa olaman demasdan olaverish kerak-da. Olaverish kerak. Tavakkal boshlash kerak, a? Tavakkal boshlamasangiz, tavakkal qilmasangiz ish bitmaydi-yu. Bittadanmi, to'rttadanmi, 10 tadanmi? Oddiy ikki dona olib turib, bir oy bosinde o'z effektini biladi-da, keyin ish qozib qoladi, kim bo'lsa ham. Foydasi o'zi kelib chiqaveradi, a? Ha, o'zi 2 oyda chiqadi, aniq chiqadi. Hozir endi qo'ylar qimmatlayapti, endi misol qimmatlagani bilan, baribir qimmat bo'lsa, yana qimmatlashadi-da, u semirgan sari. Semirgan qo'y orqaga qarab yurmaydi-yu. Uy sharoitida boqsa bo'laveradi mana akalar. Oddiy uy sharoitida nari tarafimiz og'il, hozir uni ham bir qator ma'lumotini beramiz. Mana bu yerga mana shunday qo'yxona qurmoqchi bo'lgan akalarimizga nech pulga tushishi mumkin? Qisqacha 20 ta, 30 ta qo'yga. 20 ta 30 ta qo'yga hech qancha ketmaydi. Misol shipiriga pul ketadi xolos. Buni misol shlaka blok arzon. Shlaka blokdan urib turib, misol o'sha tomini chakka o'tmaydigan qilib qo'yish uchun shipir qimmat olsa, endi 50 ming bo'lsa, hozir meshaga 13 ta ketgan bo'lsa, bir qatoriga, 3 qatoriga 39 ta, 40 ta. Deylik, 2 million shipiriga ketgan. Misol, straper shipiri qimmatroqda endi. Yog'och. Lekin mana shlaka blok, mana narsalarni hamma hozir qo'lidan keladigan bo'lib ketdi-yu. O'zi ham qurib olsa ham bo'laveradi. Shunaqa hozir mana hamma qo'lidan keladi shu narsani qurib olish. Mana bunday ko'rsating qo'yiladi mana. Mana bu tarafimizda katta-kattalarni terib olib qo'yilgan. Mana bu yerda katta qo'chqorimiz ham bor shekilli. Ha, u katta qo'chqorni ishqibozlikqa oldim buni. Nech pulga oldingiz buni? Buni 6 millionga oldim. 6 million so'mga bo'yi 95 salkam 1 metr chiqib olsa kerak. 95, 90 plus. Toza 1 metr ekan. Ha, o'lchadim-da buni. Tish qanaqa ekan buni? Tish 4 ta. Tish 4 ta. Kilosi 65 kilo ekan. 65 kilo, lekin o'ta yirik ekan-a qo'y-a. Qo'y katta qo'y. Nech pulga oldim dedingiz? 6 millionga oldim. 6 million so'mga oldingiz, lekin buni quruvonlikkacha boqib bersangiz o'zi Xudo xolasa buni o'sib ketadi. Ho, bu tarafimizdan nechta bor dedik? Bu yerda hozir 8 ta, ular narigisida 9 ta bor. 9 ta. Bular yiriklari, o'sha yaxshi-yaxshilarni terib olib qo'yganman. Shu qo'radan chiqqan shular ham. Ha, mana shu teng hammasi. Faqat bular haliga katta bo'lib ketganlik hisobiga yem bermay qo'yadi ularga. Ha, bular o'zi yirik ekanda o'zi, ha? Ha, bular o'sha yirik bo'lib ketganda endi hali. Tish buzgani ham bor shekilli ichida. Bular ham o'sha shakka keldi o'zi hammasi. Tayyor o'zi. Tish buzishga keldi. Ha. Endi qiziqqanlar bo'lsa, haligilaringiz qiziqadigan odamlar bo'lsa, misol sotib ham beraveradi bular yiriklarni. Uyda boqilyapti turgan. Ha, uyda boqilayotgan, bu olib kelingan emas, boshqa mash qo'ylar ichidan yirik-yirigini terib olib qo'yganmiz bularni. Qiziqqanlarga sotilaveradi ham. Qiziqqanlarga sotib ham berilaveradi bularni. Endi bular pashti yetilib qoldi-da bular. Yetilib qoldi. Ha, endi yetilib qolsa, biz buni sotib turib, buni baqa o'tkazib turib, yana o'rniga yana boshqa tashlaymiz-da. Nechta sotiladi dedik buning ichida?
Hozir 16 ta bor, sotiladi qani. Sotiladigan 16 ta. 16 ta bor. Xo'p, endi kelib ko'rib, o'rganib ketamiz degan akalarimizga bir qator lakasaladi. Ha, lakasa tashab berilaveradi. Kelib o'rganib ketadigan odam bo'lsa, misol olaman deydigan odam bo'lsa ham telefon nomerimni ham misol yozib qo'ysangiz tagiga. Ko'pchilik maslahat so'rab ham telefon qilishlari mumkin. O'tgan Ha. safargi videoda kommentariyasiga yozishdi, telefon nomeri qo'yib ketmayapsiz. Juda ko'pchilik qiynalyapsiz-da nomeringizni topgani. Ha, nomerda aytib ketaman, nomerda yozib qo'yaman tagiga. Misol kimdir maslahat so'raydi, kimdir qo'y kerak bo'lib qoladi. Misol zaruratga misol hozir bitta yo'riqni bular xotirjam o'tkazadi-da. Endi to'y bo'lgan yo'q, misol bitta katta yo'riqni o'tkazadigan bo'ldi-da. Ehson, yo'riqda haqiqa-paqiqaga haqiqa-paqiqalar bo'laveradi-da. Kasallik tuzalmas, shundan Yo'q. keyin olib ketib boqamiz deganlarga yana dori ukollari, ukol vaksinalari bo'lgan. Bo'lgan, ha. Hech qancha bir hafta bo'ldi ukar qildirgizdim hammasiga. Bitiga qarshi ukar qildirgizdim-da. So. Gap yo'q. Xo'p. Yana nima maslahatlar berasiz? Ya bo'ldimi o'z maslahatlar? Endi bizni bilganimiz shu. Faqat o'sha ertaman kechqurun soatida qarasa qo'ydi, yaxshi o'zgaradi. Shunaqa boraman. Soatida. Ha. O'zi necha yoshdasiz? Men 48 daman. 50 ga ketyapman. Endi 49 da hozir 50 ga ketyapman endi. Demak 50 yoshga o'zi demak yaqinlashib qo'yapsiz-da o'zi, ha? 50 yoshda shunchalik akalar. Endi O'zingiz qaraysiz shekilli ertalab kechqurun. ertaman o'sha soat 5:30 da qaraladi, kechqurun 5:30 da qaraladi-da bular. Soatini soatga qo'yib qarayman men. Ertalab 5:30 da qaraladi. Ha, 5:30 da turaman-da. Shunday o'sha yemini beraman, yarim soatdan keyin hashagini beraman. Suvini to'ldirib qo'yaman, kechgacha yotaveradi 5:30 gacha. Kechgacha 5:30 gacha hashak, pashak hech Hech bola yemaydi. 5:30 da mana qo'yiladi qonini qarang mana misol. Bittasi maragan ham yo'q qo'ylarimiz. Qonini ko'ryapsiz, qonim to'q-da mana mana shularni mana. Qonni to'q mana. Qonni to'q ekanligi mana akalar. Qonim to'q bo'lgandan keyin qo'y qayga maramaydi-da bari. Jonivorlar. Gap yo'q. Xo'p. Akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Bitada like bosib, juda ko'pchilik akalarimiz obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Tog'amizga ham bitada like tirsillatib bosib qo'yasizlar mana.